Mailbetdan ro'yxatdan o'tish. Bu joydan ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Keyin bir bosib o'tamiz. Birinchisi mamlakat, ikkinchisi valyuta. Xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Shuni topib kiritishingiz mumkin. Va bu joyga katta tariflar bilan VIP 555. Shu promo kodni kiritib ro'yxatdan o'tsangiz sizga 100% bonus beradi. Ila bonusni Casino Games o'yinlari uchun tanlab ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerdan robot emasligingizni aniqlash uchun kapchadan o'tish kerak. Piyodalar o'tish joyida tanlab tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana kapchadan o'tib, sirasi akkaunt ochildi. Endi buni screenshot qilamiz birinchi. Bu esdan chiqmasin, login bilan parol keyin kerakli narsa bu. Keyin keyingisi degan tugmani bosamiz. Va sirasi hisob to'ldirishga olib o'tdi. Najatni bosib birinchi qilayotgan ishimiz menu bo'limiga bosamiz. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosib bu yerda qalamchani to'ldirishimiz kerak. Shaxsiy ma'lumotlarimiz, pasport. Xohlasangiz telefon nomeri ulab qo'ying, akkauntingizga yanada ishonchli bo'ladi. Agar nomeringiz yo'q bo'lsa yoki qilmaysangiz, ulamasangiz ham farqi yo'q. Faqat shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish shart. Bu yerda pasport ma'lumotlarini kiritib chiqasizlar. Barchasi oson. Keyin burchakda nastroykaga o'tamiz. Va bu yerdan hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Bu yerdan bemalol hisob to'ldirib pul chiqarishingiz mumkin.